Siz siyasiyon emas, alim emas, da'vogar. Abduvali Ayub. Men bir turkum hujjatlik filmlar uchun Uyg'urni tafsili ziyorat qilishdan burun avam Uyg'urni da'vogarlikni qamlashtira olmasa, odam tillab shahar oladigan. Dunyoga ta'tir muqam chelib, shuar to'lab, Xitoyni tillab qahramonlik qiladigan kishilarning damiga tushib ketishidan ansirmagan ekanman. Aramizdan biri bir optan faoliyatni boshlab, dunyoning diqqatini tortsa, yana biri qasddan chataq chiqaradigan ishlarni ko'rsammi, bundaq ta'tirliklarning ancha xaridori yo'qdek his qilib ko'rim bo'lmagan ekan. Yaqindan beri muxbirlar bilan billa Uyg'ur dardmanlarini ziyorat qilish jarayonida kishilarimizni haqiqatan sen aqtog'liq, men qartog'liq degan tarixdan qolgan behuda ziddiyat qaynimiga kirib qolgandek. Men deyishni tashlab, biz haqidagi shuarlarga mabdum bo'lib, qiyib ketgandek his qildim. Ziyorat jarayonida bundaq qaymoqishning ta'tirlikning alomatlari mana men deb aks etdi. Manga Facebook va boshqa ijtimoiy taratqularda qiziydigan avtonomiyachi, mustaqilchi munozirasi zerikishlik, ahamiyatsiz, ortiqcha talash tortishlardek bilinadi. Shundaqdimi, kishilarimiz hech bo'lmasa mushundaq talashib yurib, nimaning avtonomiya va nimaning mustaqillik ekanligini anqirib qolar deb quloq yopirib yurgan edim. Mening bundaq quloq solmay ishimni qilishim bu uqumlarni bak bilib ketib yoki faqatli bilmay qilib emas, menga bu gaplar qichishmagan yerni qoshlagandek bilinib, ko'rim bo'lmagan edi. Yaqinda film ishlovchilar bilan ishlash jarayonida yuz bergan bir qancha afsusliq voqea meni o'yga soldi. Men kishilarimizning allaqachon mustaqilchi va avtonomiyachi deb ikki safga ayrilib bo'lgandek, hamma odam mutaxassis, tarixchi, siyosiyon bo'lib ketgandek his qildim. Bu qitimqi ziyoratda bolalari vatanda qolgan, har kuni farzand pig'onini chekayotgan onalar temasi bir haftalik film ishlashdiki halqa edi. Ziyoratning oxirida muxbir davomliq siz mushu ziyoratni ko'rayotgan kishilardan nimani talab qilasiz degan savolni so'raydi. Javoblar mundaq bo'ladi. Biz mustaqillik talab qilamiz. Xitoylar vatanimizdan chiqib ketsin. Mushu talab amalga oshmasa, qolgani quruq gap. Men bundaq javobni berayotgan onalarga qarab, g'ayratiga opirin o'qiyman. Ular o'zining avtonomiyachi, kishilik huquqchi emasligini, metu uyg'urcha emas, murassassiz Sharq Turkistonchi ekanligini jakarlashga jur'at qildi. Ammo muxbir tarjimamni anglab turib ketib, yana shu savolni boshqa shaklda so'raydi. Sizning bolangiz bilan yashagan kechmishingizga qaytqingiz yo'qmi? Balangizning tepilishini talab qilmamsiz? Javob yanada farqlanmaydi. Xitoylar bizni 1949-yildan keyin besib olgan. Shuningdan keyin bizga zulm qilyotdi. Bizning bu kunga kelishimizga, balamdan ayrilib ketishimizga, mustaqil bo'lolmaganimiz sabab bo'lgan. Bu javobdan ko'zimga issiq yosh keladi. To'g'ri. Ammo bu savolning javobi emas. Men mushundaq o'ylayman. Ey
dardman qarindishim. Oldimizdagi muxbir biz bilan suhbatga o'ltirgan Xitoy hukumatining vakili emas. Yoki Sharq Turkistonni ozod qilish oldidagi BDT qismlarining qo'mondoni emas. Yoki Sharq Turkistonga mustaqillik berish yoki bermaslik komitetining amaldori emas. U bir muxbir. Ey, javob berayotgan Qashqarlik ana. Ey, xo'tallik dada. Sizning ko'z yoshlaringizdan, balangizning piroqidan ta'sirlanayotgan ko'rurmanlar. Sizdekli inson. Balasi, onasi, qarindoshlari bor bir odam. Muxbir faqat sizdan ekran oldidagi millionlagan oddiy kishilardan nimani talab qilsiz da'vatidu. Ko'rurmanlar Sharq Turkistonga mustaqillik ilib berolmaydi. Mutlaq ko'p qism ko'rurmanlar bu gapingizni anglasa, qo'limdan kelmaydi ekan deb o'ylashdimmi voz kechidi. Chunki kishining esida qoladigini gapingizning xulosasi. Siz dardni men deb yig'lab boshlab, xulosini biz deb mustaqillik shuari bilan tugatsangiz, kishilar buncha yo'g'on da'voga o'zini naqobil his qilib, boshdagi yig'ingizni unutib qoladi. Ziyorat jarayonida chiqqan yana bir ziddiyat Şinjanchi va Sharq Turkistonchi masalasi. Muxbirning ko'ziga Şinjang demay Sharq Turkiston deysan deb kirvilishlar. Bechara muxbirni amalsiz qo'ydi. Muxbirning siz qaysi atalg'ini desangiz bo'ladi. Ammo men tarafsiz bo'lishim kerak degini kasbiy prinsip. Shunga Şinjang demaysan, Sharq Turkiston deysan deyishlar muxbirga kar qilmaydi. Odatda gazetning muxbirlari yoki riyosatchi ko'rinmaydigan filmlarning ishlaguvchilari siz xohlagan so'zni deb qo'ydi. Ammo riyosatchi ko'rinadigan hujjatlik film ishlaydiganlar to'la kesib ulashning sifatga ta'sir yetkazadiganligini biladi. Shunga sizning ko'nglingizni ayab bo'lsa-mu, Sharq Turkiston deb qo'ymaydi. Siz buni talishib, vaqt isrof qilsangiz, kishini bezor qilasiz. Muxbirlarni tanglikda qo'ydigan yana bir ish sallarni qalaymaqan ishiltish. Odatda muxbirlar tutilgan Uyg'urlar va qozoqlar uchun 1 milliondan 3 milliongacha degan sonni ishiltidi. Halbuki ziyorat qilingan ba'zi do'stlar biz Uyg'urlar 35 million, 40 million, 50 million deb gapni boshlab muxbirning savolini tuzitdi. Tutilganlarni ba'zisi 5 million desa, ba'zilari 10 million deydi. Barhaq, son haqida har nima desa bo'laverdi. Ammo asos bo'lish kerak. Xitoyning statistikasi bo'yicha 11 million 800 ming Uyg'ur bor deyiladi. Ammo bizning taxminimizda bundan ko'p. Deganga Uyg'ur azlab ketmaydi. Ammo siz asos bilan gap qilgan bo'lsiz. Hech bir manba ko'rsatmay, hech bir asosni o'ttirg'a qo'ymay, 40 million, 50 million deb qo'ysangiz, xalq sizning qolgan gaplaringizga ishonmaydi. Manga bir muxbirning xafa bo'lmasang, bugun bir xonim 100 metrda bir tekshirish punkti bor. 95% odam tutildi dedi. Men Qashqardan bir hafta burun kelgan. Undaq emas. Undaq tekshirishni 500 metrda birdan bor desimi bo'ladi. Ammo bu faqat shaharlarda shundaq
degini елімі есімді. Мән шу гәпні тәржім қылған едім. Растын eyсam, мәмі ішініп қалған ikенмен. Немішқы daim көп тұрымыз. Біз әжіпа бірні-бір дейдіған ұйғыр әмәс мұдық. Bir kameraның ұйғырғы тоғырылынышы, milyonlığan közlərinin bizgi tikilişidin derek berdi. Hayatida birər qitimmi köңlidikini dep baxmağan avam Uyğurga kameraga qarab sözləş asan emas. Amma şu qarindaşlarımga dep qo'yg'im keladi. Siz Uyğur siyasiyon bolsangiz, Uyğurlarga mustaqillik talab qilamiz deb so'zlashga huquqliq. Amma siz birər təşkilatning boshlig'i emas. Şunga sizning bir millat yoki bir turkumga vakolatan biz deb mustaqillik shuari to'lishingiz behojat. Agar nimani talab qilish haqidagi savol Dolqun Aysadin, Rabiya Qodirdan, Hidoyatullo O'g'izxondan, Elshad Hasandan so'ralsa, gapni biz deb boshlasa va mustaqillik shuarini to'lisi bo'ladi. Halbuki siz faqat balangizning dardini aytquchi ona, akangizning arzini sung'ichi singil, momingizning azobiga shohid bo'lg'ichi bir navra. Shunga sizdan, siz ko'rurmanlardan nimani talab qilsiz desa, biz Uyg'urlar mustaqillik talab qilamiz deyishingiz so'ramagan savolning nomuvofiq javobi bo'lib hisoblanadi. Ekran oldidagi qarindishim, zodi qanchalik Uyg'urning tutilganligi, Sharq Turkistonning qachondan beri besivilinganligi, Xitoy imperiyasining Uyg'urni mustamlik qilish tarixini muxbirga siz so'zlamaysiz. Muxbir buni mushu sahadagi olimdan so'raydi. Siz bularni muxbirga tushuntirmasingizmi? Shuncha jafo tortib film ishlagan muxbir Uyg'ur tarixini tadqiq qilgan olimga murojaat qilishni biladi. Sizdan millatga tarixda va reallikda nima bo'lganligining sababi so'ralmaydi. Millatning qonliq o'tmishi so'ralmaydi. Millatning siyosiy taqdiri texmi so'ralmaydi. Bu savollarni sizdan emas, shu sohada doktorlik unvoni olgan yoki mutaxassislashgan kishilardan so'raydi. Sizdan faqat sizga nima bo'ldi, qaysi zulmni ko'rdingiz degan mushu savollar so'riladi. Men mushu kungacha hech bir muxbirning bir odatdagi Uyg'urdan siz avtonomiyachimi, mustaqilchimi, kishilik huquqchimi deb so'rg'anini anglamadim. Men hech bir muxbirning bir guvochidan millatning tarixini, Xitoyning Abdi Bashirisini, Xitoy Kompartiyasining 10 yillik, 50 yillik planini so'rg'iniga shohid bo'lmadim. Ammo doim Uyg'ur guvochilarning Xitoylarning zolimlik tarixi, mustamlikachilik tarixi, suiqasdlik plani haqida muxbirga dars berib kelganiga shohid bo'lib kelyapman. Men muxbirlar bilan ishlash jarayonida shohid qarindoshlarimizning muxbirning oldida to'g'ilgan "Ya mustaqillik, ya o'lim" degan shuariga, Xitoylarni vatanimizdan chiqib ketsin degan shuariga, insonga tas, Allohga oson, biz Xitoylarni Allohning yordami bilan qo'g'lab chiqarib islomiy davlat quramiz degan yolqinliq sadosiga tarjimon bo'lib keldim. Ammo bilamsiz, qarindoshlarim, bu savollar sizdan so'ralmagan edi. O'zini da'vogar, arzdor deb qaramay,
Siyasiyon, olim sanab yurgan qarindoshlarımga muxbirlar ketganda tushuncha berdim. Ammo bu tushuncha gap deyilib bo'lganda, muxbir ketganda ayrim berildi. Qoida bo'yicha bularni oldin deb qo'yishga bo'lmaydi. Muxbirlarmi hozir bilib ketdi. Men dardman, qarindoshlar bilan azroq ko'tildassam, uygatma, ko'nglida barni desin deydi. Şunu buni yezishga majbur bo'ldim. Ey, ziyoratni qabul qilg'uchi qarindishim, siz talabimiz mustaqillik deb ifoda bildiradigan siyosiyon emas. Siz Xitoyning zulm tarixini so'zlaydigan tarixchi emas. Siz Xitoyning Uyg'urni yo'qotish planini biladigan mutaxassis emas. Siz faqat muxbirning talabi bo'yicha birni bir deydigan Uyg'urcha samimiyat bo'yicha ishingizda borni dang. Siz siyosiyon emas, mutaxassis emas, faqatla dadingiz, onangiz va bolangiz uchun da'vogar, arzdordirsiz. 2019 yil 5 mart